Rivojlanib borayotgan zamonamizni gadjetlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ulardan noto'g'ri va ko'p foydalanish inson salomatligiga o'z salbiy ta'sirini o'tkazishi muqarrar. To'g'ri, hozir texnika asri, texnika imkoniyatlari cheksiz. Ko'cha-ko'yda yigit-qizlarning qo'lidan telefon tushmaydi. Ba'zan yoshi katta insonlar ham mobil qurilmalar orqali soatlab gaplashishadi. Aslida trubkadan foydalanganda qarama-qarshi tomon salomatligini bilish uchun 4 daqiqa yetarli bo'lar ekan. Hozirgi paytda biz vaqtimizga qaraganda juda ham ko'p o'rganib qolganmiz. Hayotimiz bir mazmunga aylanib qolgan gadjetlar albatta. Kattalarda masalan, haddan tashqari ko'p foydalanadigan bo'lsak, bosh aylanishi, boshda kuchli og'riqlar bo'lishi, tez-tez asabiylikka ko'p uchrashi mumkin. Ko'pincha yosh bolalarda, hozirgi onalar ko'pi yosh bolalarga telefon berib qo'yishadi. Biror nimaga bo'lsa chalg'ishsin, mendan sal nariroq o'tirishsin deb albatta. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Irlandiyalik tibbiyot xodimlarining xabar berishicha, mamlakatda mobil telefon ishlatuvchilarining har 20 nafaridan biri uning zararidan aziyat chekadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har kuni atigi 10 daqiqa mobil telefonlarda gaplashishning o'zi miyada saraton o'smasining hosil bo'lishi uchun yetarli ekan. Agar ko'zni himoyalovchi ko'zonaklardan, gadjetlardan himoyalovchi ko'zonaklar taqishmasa, ko'z saratoniga olib kelishi mumkin yoki ko'zning shoh pardasi qiyshayishiga, astigmatizmga olib kelishi mumkin. Uni ham ko'zning har xil zararli kasalliklariga ko'proq olib keladi. Kechqurunlari ishdan tashqari, masalan, gadjetingizda, telefoningizda, masalan, o'zingizda ham bo'ladi. Yorug'ligini pasaytirgan holatda va yosh bolalarga haddan tashqari gadjetlar bermasligini tavsiya qilaman. Ilmiy xulosalarga qaraganda telefonning miya hujayralariga salbiy ta'siri 13-15 soniyadan keyin boshlanar ekan. Telefonda gaplashganda 1 sm uzoqlikda ushlash maqsadga muvofiqdir. Shu bois imkon darajada tez yoki quloqdan uzoqroqda tutib gaplashish tavsiya etiladi. Go'zal Beknazarova, Anisjon Abdullayev, Postfaktum uchun maxsus.